Ha kelin, ja o'zingizdan ketdingiz, pulingizga kelmagandek, har kuni sindirib yeb qo'ydingiz hamma narsani. Har kuni gap eshitib, tag'inam indamiydi ayolim sabrli. Ha, desa, o'tiribsizmi? Nima bir og'iz gapira olmaysizmi bilaringizga? Qachongacha men o'zim gapirishim kerak. Bugun mebel zakaz qildim. Qabul qilib oldingizmi? Ha, onasi qabul qilib oldim. Yur, ko'rib olasan. Mana onasi joylashtirib ham qo'ydim. Yana sizmi? Hasad qilyapsizmi, havasmi? Hali beri siz bunaqa mebellar olishingizga yo'l bo'lsin. Ukangizga gapirib qo'ysangiz bo'lardi. Xotini ja asabimga tegayapti. Mehnat qilib pul topmaganda jaraqchalar. Hamma narsani sindirib ado qilib bo'ldi. Bo'ldi onasi, asabiylashma. Hammasini xos hal qilamiz, deb. Aziz, kelin, qaravorlaring. Ha, Labbi aka. Ke onasi. Xullas, onasi mebellarni qayerdan oldim deb o'tirdi. Shaxmat matrasdan oldim. Ichida yostuv, matraslari bilan birga ekan. Faqat puli borlar uchun adasi. O'sha maqtab o'tgan mebellaringni olib, uni yo'qol. O'tga pul emas, san sig'mayapsan.